musiqash deydi. Ana shundan nafratlanaman. Keyin mana dab-daba to'y qilganda, qo'shnilarimiz to'y qilganda chaqirmay o'tib ketishadi. O'sha narsa alam qiladi. Bolalarimga aytar ekan, hammomlaring yo'q. Sizlar nima qilaylik aka? Mana 43 ga kirgan bo'lsam, biror marta oynaga qaragan inson emasman. Chunki o'zimdan o'zim nafratlanaman. Nega o'zingizdan nafratlanasiz? Mana shunaqa kasallanganman. Qo'shnilardan bitta narsa so'rasak, piyolaga bir tuzimiz bo'lmay qolgan kunimiz ham biz olgan piyolasini ko'zimizcha chiqarib sindirib tashlaydi. Bir hafta qiynalyapmiz. Nima yeysiz? Suv ichganmiz. Go'sht qachon sotib olamiz? Ishlolmaymiz aka. Ko'rgan bo'lsangiz, kartoshkamiz, piyozimiz ham yo'q aka. Shashlik yeganingizga qancha? Bir yildan beri armoq ko'radi o'qituvchi. Lekin imkonimiz yetmadi. Bu pensiyada do'konda qarz bo'lib turamiz. Qarzimiz borligi uchun ham kecha ham ovqat qilmagandik. Kartoshkamiz tugagan do'konga borolmadim. Bolalaringiz qaysi savob uchun?